Немишqa намратларның баласы bir ömür herip aldın ketkiç işlesimi ahırda faqat qo'zg'otoq kiyimini bütün qiladiganqa aran oluşudu. Немишqa baylarning balasi qarama qancha tirishmaganda ko'rinsimi asali ko'p pul topalaydi. Siz balkim namratlarda fursat kamchil, dasmay kamchil, munosabat kamchil deyishingiz mumkin. Amaliyotda bu faqat tashqi qiyofat, haqiqiy ahvol buningdan rahimsiz. Agar yuragingiz yetarli kuchli bo'lsa, cho'qim bu mazmunni astoydil ko'rib chiqing. Bugungi mazmunda tilga ilingan tema hammani bir tayoqda deydiganlik emas, lekin ko'p nisbatni egilishi mumkin. Chunki namratlardan kelib chiqqan boylarmi bor, oilasi boy turib zavolliq yuzlangan kishilarmi bor. Shunga idroki tushunib ko'rishingizni umid qilaman. Balkim mushu mazmun sababli turmushingizda zo'r burilish bo'lishi mumkin. Chunki hayotimizda burilish nuqtasi bir kitob, bir odam yoki ma'lum bir odatga film sababli bo'lishi mumkin. Qani bu mazmunni ko'rib chiqing. Davlat tilidan bir taqdir, 2 omad, 3 sharoit, 4 yaxshilik, 5 kitob o'qish degan gap bor. Bunun ichidagi taqdir DNA yerimiz, omad ta'limimiz, sharoit degan yetilgan joyimiz, yaxshilik degan yomonlikni oz qilib, yaxshilikni ko'p qilish, kitob o'qish degani o'rganish va tarbiya. Ya'ni bir odamning qandoq cho'ng bo'lishi zo'r darajada ota-onasining DNAsiga bog'liq. Yozuvchi Xejian, Mayun, Ma Huating, Wang Xing, Zhang Yiming, Lei Jun qatorliq darajadan tashqari boylarning oila orqa ko'rinishini tadqiq qilgandan keyin oliy darajalik boylarning bir qadar baxtli oilasi borligi bayqalgan. Masalan, Wang Xingning dadasi Wang Miao Longyanning milliarderlari, Ma Huatingning dadasi Ma Zhenshu Yantian Porti guruhining yuqori darajalik amaldori va mudiri. Mayunning dadasi Malayfa Jejang o'lkalik al-nag'ma san'atchilar jamiyatining 4-5 navbatdagi raisi. Birinchidan ularning DNAsi bevosita farzandlariga qoladi. Ikkinchidan ulardan muvaffaqiyat qozonishning tajribasi bor. Farzandlarga texnik to'g'ri, unumli hayotlik yetakchiligi qila oladi. Uchinchidan ularning muvaffaqiyat qozonishi aslida kitoblarda yozilgandek o'ngishli. Namratlarning balasi aniqla bundaq talaylik emas. Mening bir do'stim Shiyandagi bir dashoning ittifoq komitetida xizmat qiladi. U menga bundaq degan: "Yangi o'quvchilar amdili maktabga kelib, bir to'p bolalar bir yerda o'tirganda, qaysi o'quvchilarning yezdan kelganligi, qaysi o'quvchilarning shahardan kelganligini bilib olib bo'ladi" degan. Hatto siz qaysi o'quvchining oilasining savdo qiladiganligini, qaysi o'quvchining ota-onasining ma'mur, qaysi o'quvchining ziyolilar oilasidan kelganligini bilib oladi ekansiz. Chunki har bir o'quvchining ota-onasining simosi salohiyati bolasida ifodalanadi. Uning oila tarbiyasini dastlab qadamda ko'rib olib bo'ladi. Islandiyadagi bir gen tajribaxonasi Islandiya aholilarini sinov qilish orqali ota-onasining 3dan 2 qism genining farzandlariga bevosita irsiyat qiladiganligini bayqagan. Biz doim ajdahoning bolasi ajdaho bo'ladi, sumruqning bolasi sumruq bo'ladi, chashqaning bolasi to'shik teshidi deydigan gapni anglab turamiz. Namratlarga nisbatan aytganda bu so'z anglamoqqa sal rahimsiz, lekin asos yo'q emas. Shuni ba'zida puldorlar boshlanish nuqtasida yengan emas, balki onasining qo'rsidagi chog'ida yengib bo'ladi. Agar ko'rib bu yerga kelganda namratlarning bolasining boy bo'lolmasligi taqdiriga munosabatli ish bo'ladigan bo'lsa, tirishmasam bo'ladigan ish qilib tirishsam hech qanday foydasi yo'q ekan deb o'ylashingiz mumkin. Lekin rostida shunday o'ylagan bo'lsangiz, namratlikda intayin muqim turib qolasiz. Ya'ni kelib bolangiz ham shunday bo'lishi mumkin. Chunki namrat va boylik haqiqatan irsiyat qiladi. Shunga mayli o'zingiz yoki bolangiz uchun bo'lsin, ashu sizga jang e'lon qilgan taqdirga qarab, maydingizni kerib oldiga menishingiz kerak. Konularda mundaq bir gap bor. Namrat oilada tug'ilib qilish sening xatoliging emas, lekin namrat oilada o'lib ketish sening xatoliging. Biz qanday oilada tug'ilishni belgilayolmaymiz, ammo o'zimizning hayoti orqali mushu oilaning sifatini yuqori ko'tarish bizning qo'limizdan keladi. Birinchidan siz qo'lingizdagi qartni yaxshi o'ynashingiz kerak. Qaysi qart? Kitob o'qish. Oldida men kitob o'qish, ma'rif va o'rganish degan edim. Inchkilikdan ayirganda kitob o'qishni oila tarbiyasi, maktab tarbiyasi va o'zlik tarbiyasi deb ayirib bo'ladi. Endi biz bir-birlab qarab boqaylik. Mening bir xil obdali puli bor xaridorim bor. Ismi Ömer. Bir qitim paranglashib qoldik. U o'g'lini takrorlab sinfga beribdi. Dal eshik oldida muallimni cho'tib qolganda, natijada uning o'g'li muallimni ko'rmagandek bevosita sinfga kirib ketibdi. Shuning bilan Ömer kam darhol o'g'lini chaqirib chiqib, muallimni ko'rib, "Nimishga salom qilmaysan?" deganda o'g'li parvo qilmabdi. Shuning bilan Ömer kam muallimni hurmatlashni bilmaydigan ishing bo'lsa, bo'ldi, o'rganmaydi qo'y. Men bilan uyga qaytib ket deb epmingibdi. O'g'li qaytishni xohlamaganda Ömer kam yo'l qo'ymay, oxiri o'g'lini yig'iltib degidek uyga qaytarib ketdi. Ömer kamdan nima bunda qilding deb so'rasam, u balkim sen meni bek kichiklarni cho'ngaytib ekansan deb qolgan bo'lishi mumkin. Amaliyotda men faqat uni haqiqiy yaxshi o'rgangizmoqchi. Agar men uni yaxshi tarbiyalamsam, keyin u chuqum ziyon totadi. Cho'ng bo'lganda boshqalar uni yig'ishtirib adabini bergandan ko'ra, o'zimning yig'ishtirganim yaxshi. Shunday bo'lganda keyin ziyonni azroq totadi dedi. Ba'zi ota-onalar bolalarga qattiq qo'l silishga jur'at qila oladi. Ba'zi ota-onalar bolalarga mehribonlik qildim deb qaslab qo'ydi. Yana bir qatim men bir do'stimning uyiga yig'ilishga berib qoldim. Tamoqlarim to'liq chiqib bo'lmagan. Hech kim cho'kimida tortmaganda bir do'stimizning bolasi qo'lini taxsiq tiqitla poloning bir chetidan yeyishga boshladi. Lekin bu do'stimizning yo opasi yo dadasi tarbiya qilish u yoqda tursin, kichik bola emasmi to'g'ri tushuninglar deb qog'ozni elib akilt bolasini qo'lini yetib oladi. Bu do'stimiz bilan Ömer kamning bola tarbiyalash usuli ro'shan selishtirim bo'la oladi. Davlat tilida bola tarbiyalashda ne ay deb bir so'z bor. Nurg'un odamlar bu so'zni faqat bolani bek e'tiborli etish deb tushunishi mumkin. Amaliyotda bu so'zning salmoqi siz o'ylagandan ig'ir. Men ayirib tushuntirib qo'yay. Buning ichidagi ne degan so'zni hammamiz bilamiz. Tunji qilib qilish degan ma'noni bildirdi. Odatda suv tushib ketib kelishmasga chiqqanlarni ne shu deb qo'ydi. Ay degan so'z hammamizga tanishdiq. Sevgi, muhabbat degan ma'nolarni bildirdi. Endi qarasangiz, ne ay degan so'zning haqiqiy ma'nosi e'tiborlashda emas, balki sevgiga tunjuqtirib etish degan ma'noni ifodalaydi. Odatda tunjuqtirib etish har qanday narsaga qatlaganda yaxshi ish emas. Shu chaqda men qanchalik bolalarning mushundaq tavanchakka bo'lmagan, haddan ziyoda keng qo'rsoqlik ichida bayram bo'lganligini, yana qanchalik pullar bolalarning qarmoqqa haqiqatda ko'rinadigan oila tarbiyasida texnik kuchli bo'lib ketadiganligini o'ylab qolgan.
Harvard Daşöysінің professori Robert Putnamның bizning ballarimiz degan kitobidagi avrishga analiz qilish usuli orqali Amerikadagi boy namrat ballar orasidagi ba'zi farqlarni selishtirib, tövandagi yakunlarni chiqargan. Birinchidan, namratlarning ballarga bo'lgan turmushdagi ulgusi kamchil bo'lg'achqa, ota-onalarning tafakkur yoki ishlarni bartaraf qilish jihatidagi yaxshi takliflarni berishmi des, ham yetarlik ma'rif selinmasi kamchil. Ikkinchi, boy ballarning oliy maktabni bitirish imtihon natijasi namrat ballarnikidan ko'rinarli yuqori bo'ladi. Uchinchi, sog'lom oziqlanish va chiniqishga ahamiyat bermagachga, namrat ballarning semizlik nisbati boylarnikidan yuqori bo'ladi. To'rtinchi, boylarning ballari kompyuter orqali o'ziga bilim qachab texnik yaxshi o'rganadi. Namrat ballar bo'lsa doim kompyuter orqali vaqt o'tkazadi. 5. Boylarning darsdan sirtqi faoliyatlarga qatnashish nisbati namratlarnikidan ko'rinarli yuqori. 6. Boylarning ballari namrat ballarga qaraganda texnik kuchli ijtimoiy ishonch darajasiga ega. Namrat ballar bilan boylarning ballari o'tirisidagi farq mushundaq cho'ngib, bu xil farq ma'lum darajaga yetganda u taqdir deb ataladi. Sizlarga bir hikoya aytib beray. Otasi qiziga boyning o'g'lini soy qilibdi. Qizi unimabdi. Chunki o'zining yigiti bor ekan. Qizning yigiti namrat oiladan bo'lib, yog'ochchilik qilib turmushini qamdaydi ekan. To'xtanglar. Sizlar bu xildagi hikoyani ko'p anglagan va qizning o'z yigiti bilan murodiga yetishini umid qilgan, shundaqmi? Lekin boyning o'g'li nihoyat oqko'ngil, mard va tirishchan ekan. Yog'ochchi yigit bo'lsa, to'g'ri bo'lmagan oila tarbiyasi sababidan olaqab, qo'li agri, kayib sapoga berilgan ekan. Shunga topqini tizdan oshmaydi ekan. Endi qanday o'yladinglar? Hammaylar ota-ona bolalarning eng yaxshi o'qituvchisi deydi, ammo nurg'un namratlarning ota-onasi layoqatli o'qituvchi emas. Tabiqlarning bo'linishining mohiyati bilishning mohiyatli bo'linishi. Oddiy qilib aytganda, qancha pullar odam bo'lsa, shuncha yuqori sifatli uchurga erisha oladi. Qancha yuqori sifatli uchur bo'lsa, shuncha osonla haqiqiy mukammal bo'lgan tonish xaritasini o'rnata oladi. Qancha haqiqiy mukammal tonish xaritasiga ega bo'lgan sari, shuncha oson pul topa oladi. Namratlar dil buning aksicha. Bu xil ahvol feodallik jamiyatda texnik ro'shan ifodalangan. Chunki u chog'dagi namratlar faqatla o'qiyolmagan. Nimishqa? Chunki baq qimmat, qalam qog'oz qimmat, kitob qimmat, muallim texnik qimmat. Masalan, so'ng solisida bir yaxshi qalam setib olishga 0.136 sar kumush ketadi. Buni hozirgi solishtirganda 400 yuandan ortiq xalq bo'ladi ekan. Tang solisida Mingzi degan kitobdan birini setib olish uchun 14 sar kumush xarjlashga to'g'ri keladi. Buni hozirgi xalq bo'lib solishtirganda 56 ming yuan xalq bo'ladi ekan. Qizlar vaqti tush deganda Chinbangyi Chinjonjonga shaxsiy apanda taklif qilish uchun ko'rish sovg'asiga 24 sar kumush sovg'a qilgan. Bu hozirgi 20-30 ming yuan xalq bo'ladi ekan. Bilishingiz kerakki, bu faqat yuz ko'rish sovg'asi. Agar muallimga topshiradigan o'qish puli va bayramlik bergan sovg'atlarni qo'shadigan bo'lsa, necha 100 ming yuan bo'lmasa faqatla aqmaydi. Shunga qadimgi zamondagilar nadim kitob o'qisin, aniqla pul ko'ydirdi emasmi? Ilmiy imtihonlarga qatnashadigan bo'lsa, million pul ketishi mumkin. Shunga bu ishlarni kishilar o'ylashga jur'at qilolmaydi. Namratlar yashash besimga duch kelib qolmay, qo'lida hech qanday pul yo'q. Shunga kitob o'qish namratlarga nisbatan ajoyib yiroq ish bo'lib, ilmiy imtihonda oltin tizimga kirish mumkin bo'lmaydigan chush tizim bo'ldi. Shunga u chog'dagi namratlarning hech qanday o'rlash yo'li yo'q edi. O'rlish texmi qiyin, lekin hozir xil yaxshi bo'lib ketdi. Bir tarafdan ko'chma internet to'rining umumlashishi har bir odamga to'van tanaraqli o'rganish yo'li va fursat berdi. Biroq nurg'un namratlarning ballari bu fursatni haqiqiy yaxshi ishlatmaydi. Ular faqat o'rganish fursatini o'yin fursatiga aylantirdi. O'ylab baqsaq, haqiqatan kishini azoblaydi. Mening bir do'stim ma'lum bir o'rta texnikumning o'qituvchisi, o'zi yosh o'qituvchi. Buning sinfida 35 bola bor. Har qatam bolalar maktabga kelganda telefonni yig'ib oladi. Navod yig'may qolsa, hamma bolalarning bo'yni tövanga qayrilib, bo'yin umurtqisi teshig'i chiqib ketadi degan. Nima qiladi desa, birga to'r o'yin o'ynaydi. Birga Quayshuda har xil atalmish muhabbatlik uzindilar ichiga g'arq bo'ladi. Bolalarning telefonini bir hafta yig'ib olib qaytarib bergandan keyin telefonni qo'lga olib birinchi bo'lib ota-onalardan hol so'ramay, aksicha o'yin bilan mavhum to'r dunyosining patqiga g'arq bo'lib ketadi degan. Hozir bundaq bolalarimiz haqiqatan ko'p sonliqni gilaydi. Yana bir tarafdan 9 yillik majburiyat ma'rifi har bir odamga ma'rifni qabul qilish fursati ato qildi. Garchi bu fursatda hamma odam mutlaq barobar bo'lmasa-mu. Materialda ko'rsatilishicha 2016-yil Chinxua Daşöysüga o'tgan yezi bolalarning nisbati taxminan 16% bo'lgan. Lekin 2019-yilga borganda bu sonliq ma'lumot 10% ga tushib qolgan. Ya'ni namratlarning bolalarining imtihon berib danglik maktablarga kirish nisbati borgan-sir tashlashib ketgan. Biz yanada davlat ichidagi kamchil ma'rif boylik uchun qon tarimizni sindirayotganda, boylar farzandlarini chet elga danglik maktablarga olib bo'ldi. Forum tadqiqot yurtining chet el ma'rifi alohida dokladida ko'rsatilishicha, Jungo boylarining 80% farzandlarini chet elga chiqarib ma'rifga qatnashishni planlaydigan bo'lib, bu nisbat dunyo bo'yicha eng yuqori ekan. O'xshash darajadagi boylar ichida Yaponiyada 1% odam bolalarini chet elga chiqarib o'qitadi. Fransiya 5% ga yetmaydi. Germaniyada 10% dan oshmaydi. Farzandlar ma'rifi Jungodagi boylarning chet elga mablag' solishidagi ikkinchi cho'ng sabab bo'lib, nisbati 19.4% ga yetadi. 2019-yili bu chang dorigarlik kasbidagi Jao Xo'jayining 40 million yuan xarjlab qizga Stanfordga kirish sonini setib setchilik oshkorlangan. Bu chaqda men Jao Xo'jayining haqiqatan puli borligidan boshqa Jungolik boylarning muvofiq yoki muvofiq bo'lmagan vositalar bilan dunyodagi oliy darajalik ma'rif boylikni talon-taroj qilganligini ko'rdim. Lekin bu namratlar bir umrmi yetib olmaydigan boylik hisoblanadi. Yuqori darajalik ma'rif boylikni talon-taroj qilish orqali farzandlar uchun yetarli egizlikni egallash o'zining boyligini qo'g'dashdagi eng mustahkam usul. Boylar bu qoidani aniq tushunadi. Bu shubhisizki namrat bolalarning o'rlash yo'lini qisib, ularning o'rlash yo'lini barg'ansira qiyinlashtiradi. Shundaq bo'lsa-mu, men yanada ma'rifni nurg'un odatga kishilarning o'z taqdirini o'zgartirishga muhim taqta deb qarayman. Atrofimizda bunday misollarni ayt ko'p. Ko'pligidan mening uni bir-birlab tushuntirishimning hojati yo'q, lekin nurg'un kishilarimiz mush qartini baldurli yutirib qo'ygan.
To'liqsiz o'rta maktabda o'qiyotgan vaqtimda atrofimdagi nurg'un do'stlarim orqa-orqadan o'qishdan chekindi. Ularning o'qishdan to'xtash sababi nihoyat oddiy. O'qiganning hech qanday foydasi yo'q. O'qib bo'lgandan keyin hamini ishlamchilik qiladigan gap. Undan ko'ra balduroq ishlamchilik qilganga yetmaydi deb qaraydi. Shuncha yil o'tib ketdi. Ularning ichidagi nurg'un do'stlar yanada oxir liniyadagi burun mix bo'lib, ozgina maosh olib, eng jafoliq ishni qilib kelyotdi. Namoratlarga nisbatan aytganda, kitob o'qishning qarg'a kelmasligi dunyodagi eng cho'ng yolg'onchilik. Jungo Fanlar Akademiyasi ilgari bir tekshirish olib borgan. Qancha namorat rayonlarda bo'lsa, o'qisa foydasi yo'qligini e'tirof qiladiganlar shuncha ko'pkan. Kentdagi namorat qatlamlarining e'tirof qilish darajasi 62,32%. Yezlarning o'rtacha qatlamining e'tirof qilish darajasi 37,24%. Yillik kirimi 10 ming yuandan tovan kent namoratlar qatlamining kitob o'qishning qarg'a kelmasligini e'tirof qilish nisbati hammadan yuqori. Ilgari men nimishqa bunday bo'ladiganligini ancha tushunmaydim, toki men tovandagi hikoyani ko'rguncha. Ba'zilar ilgari bunday bir tajriba ishlagan. Bir vahshiy lahang bilan bir top istiqbolbaq beliqni o'xshash bir beliq idishiga silib, ondan bir qilin aynak bilan o'tirisini ayirib etgan. Dastlabda lahang istiqbolbaq beliqni yeyish uchun yana bir tarafga kuchab etilib qolgan. Ammo har qatim uni aynak to'sib oladi. Biroq u ma'yuslanmay har kuni aynak davomli so'qidi. Har bir bulun qushqoqni sinab har qatim butun kuchi bilan tirishidi. Oxirida to'la so'qib lahang o'zi ig'ir yorilinadi. Har qatim aynakda yeriq paydo bo'lganda tajriba xodimlari texnik qilin aynak qo'shib qo'ydi. Oxiri lahang aynak so'qmaydigan bo'lgan. Chunki u yorilishdan qo'rqdi. Tajriba xodimlari suv ko'lchikidagi aynakni ilib etgan taqdirdami, bu lahangning qarish tarafga uzib bog'idek jur'ati yo'q. Yana kelib bir kuni lahangning yanında bir kichik lahang ko'payib qolgan. Bu kichik lahang udulg'i uzib berib beliq tutmoqchi bo'lganda cho'ng lahang bolasining oldini to'sib uni bormaslikqa, yorilib qoladiganligiga g'as ketgan. Mana bu namratlik ilib kelgan odatlanish xarakterlik amalsizlik. Ular kitob o'qishning foydasi yo'qligiga ishonib qolmay, tirishchilikning foydasi yo'qligiga texnik ishonadi. Ular taqdirga tanbadi. Texnik qo'rqinchli yeri shuki, bu xil amalsizlik xuddi kasalga o'xshash bilib bilmay keyingi avlodlarga ersiyat qiladi. Mana bu butkul hikoyatga odamni eng umidsizlantiradigan voqealik. Ba'zilar maktab ma'rifiga tayinib o'z taqdirini o'zgartmaydi. Aksicha o'zligidan o'rganishga tayinadi. Mening Azmat deb bir do'stim bor. Azmat kichigidilla kallasi ajoyib o'zgacha kitob o'qisa uyqusi keladi. Shunga to'liq o'tirdi, o'qib bo'libla o'qishdan to'xtagan. U o'qishdan to'xtagandan keyin bir ayaga berib ishlamchilik qilmadi, balki savdo qilishga mahir tuqallarga agishib savdo qildi. Azmatmi bu jarayonda xilal jafo chekdi. Bir qatim urumchilik bir xaridorni hal qilish uchun u biroqda 2 pudlik oqaraqni ichib o'tib, oshqozonidan qon chiqib bevosita doktorxonaga yetib qoldi. Yana bir qatim Azmatni bir xaridor qo'yib ketib, saqchilar uning mulkini musodir qilib qolmasdan, yana Azmat bir mazgil solaxonada yetib chiqdi. Baxtiyorcha Azmatning ahvolidan xabari bo'lmag'achqa qo'yib etildi. Bo'lmagan bo'lsa uning bu umri mushundaqli tugishatdi. Lekin Azmat voz kechishni o'ylab baxmagan, chunki u taqdirning uningga qoldirgan bosh ko'tarish fursatining ancha ko'p emasligini biladi. Azmat ko'p yillik savdo maydonida o'milab jon tanlash orqali uning ustiga ba'zi kishilik munosabat va xaridorlar to'plangandan keyin iyilik tiklashni qaror qildi. Lekin Azmatning iyilik tiklaydiganligini bilgandan keyin Azmatning g'iliq tuqqani bir narsa bilib do'konni ishga qilib olding deb Azmatning zavodiga berib jidal chiqardi. Shu chaqda zavodga Azmat bir to'mirni ko'tarib, bir necha kichik lukchaklarning hammasini urib qochirdi. Shuningdan keyin u tuqqanlarni uni avar qilmaydigan bo'lgan. Keyin men Azmatdan so'radim. Ayni chaqda qo'rqmadingmi desam Azmat kulib turib, ayni chaqda qo'rqib ishni nimga sevitay dedim. Lekin biraylarning men jafo tortib kelgan iyilikni vayron qilmoqchi ekanligini o'ylasam, chidab turolmay ular bilan jon tikishga majbur bo'ldim dedi. Men Azmatning badanida ikki ro'shan aloylik borligini bayqadim. Birinchisi intayin kuchli o'g'inish iqtidori. Ba'zida men unga yangi bilim nuqtalarini aytib beraman. U ayni chaqda anglab baxmagan bo'lishi mumkin. Biroq necha kundan keyin uning bilan bu bilim nuqtasi to'g'risida paranglashganda uning bu bilim nuqtasini to'liq yapolganligini bayqayman. Bu uning kuch sarf qilib qolmay, yana tez o'rganoladiganligini tushuntirdi. Ikkinchidan ziyoda tarsalik yo'q. Azmatning burunqi mijozi bir qadar chus edi. Uning ustiga u to'van qavatdan oz-ozdan yamishib chiqqan bo'lg'achqa, hozirgi Azmat adadidan ziyoda tarsalikni tashlagan. Yana kelib odatdagi kishilardan hal qilgan tamkinlik va tushunish iqtidoriga ega. Meningcha bu nuqta bek tasdiq qo'lga keladi. Chunki nurg'un kishilarning sharoitini o'zgartirish iqtidori bor, ammo o'zini o'zgartirishga amali yo'q. O'zini o'zgartirish darajadan tashqari kuchli o'rganish iqtidorining bevosita namoyandasi. Reallik shuki, nurg'un kishilar maktabdan bitirgandan keyin o'rganishni to'xtatadi. Ular uchurlar qistan dunyoda yashaydi. Pasif iste'molchilar uchuri, hatto boshqalar tomonidan loyihalab qo'yilgan uchurlar orasida qilib, bu dunyo uchun biror narsa yaratib berishni hargiz o'ylab baxmaydi. Ular ko'ngildagidek bo'lmagan dunyoda yashaydi. Untinsiz chidashga rozi. Ba'zida bir necha yig'iz og'irni qo'yishi mumkin, lekin o'zini o'zgartirishga jur'ati va iqtidori yo'q. Nurg'un namrat oilalarning bolalari 80 yoshga yashagan bo'lsa-mu, lekin allaburun namratlikqa to'lgan 18 yoshda o'lib ketgan. Undaqda namratlarning bolalari qanday qilganda boshqa o'tirib chiqalaydi. Oldi bilan taqdirga tan bermas kerak. Dangliq kino hakkerlar imperiyasida mundaq bir voqealik bor. Mofis kalining oldiga ikki kumulash qo'ydi. Biri ko'k ranglik, biri qizil ranglik. Ko'k ranglik kumulashni yegandan keyin u baliq narsalarni unutib, mavhum dunyoda davomli yashaydi. Qizil ranglik kumulashni o'rni yegandan keyin mavhum dunyodan chiqib, haqiqiy dunyoga qayt qilib bo'ladi. Bu taqdirga munosabatlik yo'shirin o'qish hisoblanadi. Ko'k ranglik kumulashni tanlaganda taqdirning o'rinlashtirish asosida davomli yog'och qo'nchoq bo'lib yashaydi. Qizil ranglik kumulashni tanlaganda o'zini uyg'otish orqali hayotiga xo'ja bo'la oladi. Afsusnarlik shuki, ko'p sondagi namrat bolalar ko'k ranglik kichik kumulashni tanlaydi. Hatto ba'zida ular nima uchun ko'k ranglik kichik kumulashni tanlaydiganligini bilmaydi. Bu taqdirning odamni ahmoq qiladigan joyi. Lekin men sizning qizil kumulashni tanlashingizni tavsiya qilaman. Kurash davomida qahramonlarcha o'lib ketishga rozi bo'lingki, bir umr namratlikning dardini tortib o'tib ketmang. Hammamiz doim anglaydigan, lekin tegiga yetib baxmagan bir jumla bor. Sen faqat bor kuching bilan tirishqandila, ondan qarmoqqa ancha kuchimaganda ko'rinsan.
Biz oldida aytgan hikoyadagi yarni qo'rqib qolgan lahanga aylanib qolmang. Qeyri lahangning sizga aytgan har xil xatarlik mahbatiga texim ishonmang. Chunki ular azaldan udulga uzib berib baxmagan. Siz o'zingizni uyg'oting. Siz botir qalbingiz bilan erkinlik dengiziga qarab yurgandila, ondan o'zingizning qutqazuvchisi bo'la olasiz. Undan qolsa kitob o'qish orqali o'zining tonishini o'zgartirish kerak. Kishilar kitob o'qishni tilga olsa, maktabdagi ximiya, fizika, algebra degandek kitoblarni esiga olish mumkin. Amaliyotda kishini qiziqtiradigan nurg'un kitoblar bor. Balkim sizning taqdiringizni o'zgartirib yetalaydi. Odam mangu o'zining tonish doirasini eshib ketgan pulni topolmaydi. Bu xil tonish yuzilnish va fursatni farqlantirish, dunyo ishlariga bo'lgan ko'zitish, o'zining cheklimasiga tuzitish kirgizish qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Uni faqat o'rganish va ma'rif orqali o'stirgili bo'ladi. Albatta, kitob o'qish deganlik faqat kitobni o'qish emas, maktabni o'qing, uyni o'qing, savdo saroylarini o'qing, jahondorchilikni o'qing va dunyo ishlarini o'qing. Dunyo ishlarini bilishning o'zi bir bilim. Odamgarchilikni bilganda maqola yoza olasiz. Bu dunyoda azaldan bilim kam emas, kamchil bo'lgani qalb. Texmi oddiy usul siz uchur iste'molchilardan uchur ishlab chiqaruvchiga aylanishingiz kerak. Bo'lmadi deganda qiymati bor bir doin asardan boshlasangiz yoki atrofingizdagi kishilarga biror tafakkuringizni hambaharlashdan boshlasangiz bo'ladi va yoki bir kitob o'qish xotirasi yozsangiz bo'ladi. Tama ko'l to'la deydigan gap bor. Shu chog'da sizmi omadning sizga bo'lgan muhabbatini asta-asta his qila olasiz. Eng oxirida siz o'zingizga tava pul tepish sistemasi barpo qilishingiz kerak. Pul tepish sistemasi degan nima? Pul tepish sistemasi avtomatik muqim pul topqili bo'ladigan sistema. Mayli u bir zavod, bir necha yurish uy yoki bankaga omonat qo'yilgan pul bo'lsin bo'laverdi. Siz uni oddiy qo'pol holda avtomatik muqim yuqori foydaning pasib kirimi deb tushunsangiz bo'ladi. Ba'zida azmatning pul topa olishi hamda bosh ko'tarib chiqa olishi uning tirikchilik bilan munosabat bo'lib qolmay, yana uning boshla zavodga kirish emas, balki to'g'ri tanlashga munosabatli bo'lgan. Agar u zavodda ishlamchi bo'lgan bo'lsa, o'ziga pul tepish sistemasi barpo qilish fursati bo'lmaydi. Dal u izchil tijorat qilishni o'rgangachga hamda oxirida iyilik tiklab o'ziga tava zavod qurgan bo'lg'achqa boylik erkinligini amalga oshirish fursatiga erishdi. İşlemçilik bilan savdo qilish butunlay o'xshamagan ishga musobaqa yo'li bo'lib, tanlash tirikchilikdan muhim. Jon tikishga jur'at qilganda va avorchilikni qo'rqmaganda, ondan ajdaho darvozasidan olqib o'tgandek fursatga erishgil bo'ladi. O'zliksiz jahondorchilikda o'zini tavlab tonishni o'stirgan chog'da to'g'ri hukm chiqarg'ili va to'g'ri tanlag'ili bo'ladi. O'ziga tava pul tepish sistemasi bo'lganda, shaxsiy boylikni ko'rsatkich darajasi oshadi. Namratlarning baldırımı haqiqiy turda bosh ko'tarib chiqa oladi. Umuman taqdirga tan bermaslik, taqdirga muomala qilishning eng yaxshi usuli.